Hammaga xayrli kun. Xo'p, bugun sizlar bilan o'tgan haftalik rezultatlarni ko'rib chiqamiz va bugungi bu haftani analizini ko'rib chiqamiz. Hozirda NZD-USD, GBP-USD, USD-JPY va USD katta analiz berilgan. Hozir rezultatlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana guruhda berilgan Alpha Black Gold kanalida. Xo'p, GBP-USD da buy analiz berilgan. NZD-USD da sell berilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. GBP-USD dagi buy stop olgan va NZD-USD da take profit olingan va kuchli qulashni amalga oshirgan. Endi keyingilari xo'p, USD-JPY va USD katta. USD-JPY da buy, USD katta sell analiz berilgan. Hozir ko'rsak, USD-JPY da take profit olingan, USD katta take profit olmagan, stop lossni yechib ketgan, kirilgan joyida. Xo'p, hozir bu haftalik o'tgan haftani analiz rezultatlari, ikkita stop va ikkita take profit olingan. Xo'p, endi mana GBP-USD dan, ya'ni GBP-USD funt dollardan analizni boshlaymiz. Xo'p, daily time ga o'taman. Daily time da oldingilarni hammasini o'chirib tashladim va daily dan birinchi bo'lib hosil bo'lgan joyda ko'rdim va FV-gisini belgilayapman. Mana bu joyda hosil bo'lgan ni yorilishidan oldin yasagan FV. Bu bizga sellga ishlashga yordam beradi. Xo'p. Mana bu zonadan biza mana shu zonadan buyga reaksiya olyapti. 1 soatlik time ga o'taman, buyga reaksiya olib bo'lgan. Daily FV-dan sellga analiz kutsak bo'ladi. Daily FV-ni ichida ishlamagan order blok tashab ketgan. Mana shu ko'rishingiz mumkin. Daily FV-ni 50% ga ham to'g'ri keladi. Mana shu FV-dan biz sellga risk qilib ko'rsak bo'ladi. Order blokni bir marta tepasini stopini yechishi ham mumkin. Mana shu zona bizga sell uchun bo'lib beradi. Kelganida yana tasdiq bilan entryga sabab qidirib ko'ramiz. Xo'p, hozirgi holatida bu FV-gacha biz buy zonalarni topsak bo'ladi. Buy zonani ko'radigan bo'lsak, V hosil bo'lgan va V ni toza shakllangan FV-gisi turibdi. V va V ni yorilishida qatnashgan FV. Mana shu FV-dan biz buyga qiziqsak bo'ladi. 50% yechilgandan keyin stop loss mana shu joyga qo'yaman va daily FV-gacha biz buy izlab kelsak bo'ladi. Keyin sellni ushlab ko'rsak bo'ladi. Sellga tasdiq bilan hozirda buyga qo'shilsanglar bo'ladi. Sellga tasdiq bilan entry qilamiz. NZD dollarni ko'ramiz. NZD dollarda take profit olgan, buni o'chirib yuboraman. 1 soatlik time dan daily time ga o'taman. Daily time da mana ko'rishingiz mumkin. Daily time da FV ga shakllantirgan, lekin minimumni hali yechmagan. Mana shu FV ga bizga sell uchun bo'lib beradi. Boshqa sell zona yo'q. Pastda buy zona bor. Bu ancha pastda turibdi. Mana shu buy zonadan buyga qiziqsak bo'ladi. Xo'p, 1 soatligiga o'tdim. 1 soatlik time ga qarasak, trendni tepaga yorgan. Va hozir dailydagi sell zonaga turibdi. Trend yorgan, dailydagi sell zonaga turibdi. Xo'p, biz mana shu zonaga kelganda buyga qiziqsak bo'ladi. Hozir sell FV-ga turgani uchun sellni e'tibordan qochirmaslik kerak. Lekin sell zona bir marta ishladi. Hozir daily ga qaraymiz. Tepada boshqa hech narsa yo'q. Engulfing bor daily time da. Xo'p, teparoqda qanaqadir zona bormi? Teparoqda BPR bo'lib qolgan zona bor va kuchli yasalgan FV ga bor ekan. Ishlamagan FV galar. Bu ham bizga sellga ishlaydi. Xo'p, mana shu zona ham sell zona bo'lib beradi. Bu NZD dollardagi analiz. USD-JPY ga o'taman. USD-JPY da oldin take profit olingan. USD-JPY da daily time dan bunda ham. Xo'p, daily time dan boshlaymiz. Daily time da ko'radigan bo'lsak, minimumdagi SSL liquididan buyga reaksiya olgan va hozirda yana FV hosil qilgan. Bir marta sell FV-dan sellga atgat oldi, endi buy FV-da turibdi. Ya'ni CB hosil qilgan joyda turibdi. Mana shu joydan biz buyga qo'shilsak bo'ladi. Hozirdan ham buy qo'shilsak bo'ladi. Mana shu zonadan stop loss mana shu yerga qo'ysam bo'ladi. Take profitni dailydan qarab zona qidirib ko'ramiz. Take profitni mana bu joyda yasalgan FV-gacha ushlab kelsak bo'ladi. Xo'sh,
mana shu ko'rinishda. Mana bu FVGni to'liq atrobotga qilgan. Endi yana bay zonada turgani uchun yana bayga reaksiya olishi kerak. Qachon bayga reaksiya oladi? Mana shu FVGdan tana bilan tepaga yopilgandagina bayga reaksiya oladi. Hozirgi holati mana shu USD/JPY parasi. Xo'p, endi bunisi parani ko'ramiz. Dailyga o'taman. Daily time'da USD/CAD parasi daily time'da qanaqa holatda? Maksimumni bir marta yecha olmagan hali. Xo'p, mana bu yerda FVG shakllantirgan va FVGni 50% ni hali ishlatmagan. 50% ga kelganda, xo'p, selga entry qilsak bo'ladi. Ungacha biz buy zona qo'shilishga zona qidirib ko'ramiz. Daily order blokdan hozir selga atkat olmoqchi. Xo'p, 1 soatlik time'da pastda order blok bor va FVG bor. Order blokka hali kirmagan, lekin order blokdan oldin yasalgan FVGdan reaksiya olibdi. Mana shu holatda FVG bor ekan. 1 soatlik time'dagi FVG shundan tana tepaga yopilganda biz mana shu 50% dan yana bayga qo'shilsak bo'ladi. Tana tepaga yopilganda mana shu 50% dan bayga. Qayergacha? Tepadagi sell FVG gacha, ya'ni 50% gacha bu safar bayda ushlab borsak bo'ladi. Xo'sh, bu g'oya tana tepaga yopilgandan keyin amalga oshirsa bo'ladi. Xo'p, hozirgi holati mana shu USD/CAD parasi. USD/CHF parasini ko'radigan bo'lsak, USD/CHFda hop oldin qanaqadir analiz, mana analiz bo'lgan. Analizda daily FVGdan narx pastga tushgan va sell zonani ishlatgan. Hozirgi holatini ko'radigan bo'lsak, hozirgi holatida dailyda inversion FVG hosil qilgan. Mana shu ko'rinishda inversion FVG hosil bo'lgan va inversion FVGni 50% dan bayga reaksiya olyapti. Maksimumlar hali yechilmagan turibdi. Bu ham maksimum, buning tepasida ham maksimum narx bor. Hozirgi holatida qo'shilishga zona qidirib ko'raman. 1 soatlik time'da engulfing hosil qilgan. Mana shu engulfingga kelganda biz bayga yana qo'shilib olsak bo'ladi. Mana shu ko'rinishda qayergacha desak, mana bu joyda BCL yorgandan keyin mana bu maksimumgacha biz bemalol baylarni ushlab kelsak bo'ladi. Bu USD/CHF parasi. Xo'p, USD/CHFda hozirgi holati bay zonada turibdi. Hozirda sell pastga tushganda bay zona aktivlashadi. Trendni pastga yorgan bir marta. Buni ham ahamiyatga olish kerak. Menimcha uzoq muddatli bay yo'q bu joyda. Mana shu engulfing bir marta reaksiya olishi mumkin, keyingi safar selga yana tushishi mumkin. Xo'p, shu bilan haftalik analizni tugatamiz. Hammaga omad.